Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli O'zbekiston xalqi. Men Ravshan Ilhamjonovich, Shahzod Uzoqov, ya'ni gol taxallusi bilan tanilgan MMA aralash jang san'ati ustasi sportchimiz advokat hisoblanaman. Hozir shu kunga qadar O'zbekistonimizda dolzarb mavzu bo'lib kelgan, ya'ni gold mavzusi bo'yicha bir bayonot bermoqchiman. Goldni shu kunga qadar barcha tergov va sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va nihoyasiga ko'ra gold o'zi qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni o'tab chiqquniga qadar aziz muxlislar, O'zbekiston xalqi, goldning muxlisi bo'lib qola olasizmi? Unaqa emas. O'zbekistonni yuragiga podpisatsiya bo'lganmiz biza. Dushini va dushu. Sotilganlar otilmadi, otilganlar sotilmadi, ona. O'zbekiston alhamdulillah, mana